Assalomu alaykum. Hozir Gmailni qanday yaratishni ko'rsatib beraman. Buning uchun Google Chrome brauzeriga kirib, qidiruv satriga gmail.com yozamiz va account yaratish tugmasini bosamiz. Bunda meni kompyuterim inglizcha bo'lgani uchun inglizcha chiqyapti. Create account. O'zim uchun tanlaymiz for my personal use. Birinchi o'rinda ism familiyani so'raydi. To'ldirib chiqamiz. Keyingisini bosamiz. Basic information. Bu tug'ilgan yil, oy, kunlar. To'ldirib chiqamiz buni ham. Mana menga birinchisi ma'qul bo'lgani uchun shuni tanladim. Email adres. Endi unutilmaydigan parol yaratish kerak. Keyingisini bosamiz. Bu yerda telefon raqami kiritilishi kerak. Mana O'zbekiston tayyor 998 yozilgan. 88li 877 2296. Keyingisini bosamiz. Nimaga? Bo'pti, bu raqam bo'lmasa 94li 433 33 28. Ketdi. This phone can't receive SMS. Bu telefon raqami orqali SMS kelmaydi deyapti. Skaner qiling buni deyapti. Skaner qildik telefon orqali. Tasdiqladik. Biz shaxs sifatida tasdiqlash uchun so'raladi asosan. Tasdiqlandi. Endi bu yerda buni mabodo email adres mana email parologga esdan chiqib qolsa, uni tiklash uchun qo'shimcha email adres so'rayapti. Buni to'ldirish shart emas. Skip degani o'tkazib yuborish degani, o'tkazib yuboramiz. Va buni ko'rsatyapti. Accountingizni tekshirib o'ting deb. Keyingisini bosamiz. Endi rozimanni bosamiz, chunki bu yerda shartlar keltirib chiqarilgan. Email adresi yaratilgan nimalar bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Bosganimizdan keyin mana tayyor email adres. E'tiboringiz uchun rahmat.